qurilish bozori mana molimizni sun'iy urug'ga tayyorlashga kunga tayyorlagan ikkinchi kunimiz bugun. Yani ikkovlarini qilib qo'ydik. Molimiz 8 oydan beri kuyibga kelmagan, 7 oy, 8 oydan beri buqatalar bo'lmagan molimiz. Sigirlarda shu narsa bor, buqatalar bo'lmasa 7 oy, 8 oyda umri o'tadi sigirda. Qariyda umri o'tadi. Novvos bo'lsa shuni o'rniga semiradi sigirlarda. Buni endi 8 oydan beri umri o'tib kuyibga kelmagan. Xudo xolasa sababini qilib ko'llarni qilib qo'ydik, xudo xolasa. Endi kuyibga keltirib urug'larga qo'yib beramiz. Xudo xolasa buni urug'ga qo'yganimizdan keyin qochgandan keyin to'lovlarni qilishaveradi. Shuncha to'lov qilishmaydi, o'zimiz kuyibga keltiramiz. Urug' qo'yamiz, oxirida o'zi apparatimizni ko'rib bo'g'ozligini aniqlaganimizdan keyin to'lovlarni qilishaveradi. Keyin yana bitta narsa galston press zotli sigirlarimizda bularda asosan oyoqdan shikastlanish ko'p bo'ladi. Oyoqdan ketadi asosan, oyoq uzunligi uchun bularga mahsulot jihatdan bularga arpa berish kerak asosan. Arpa, vitamin, kalsiy bo'ladi. Arpaning asosiy tarkibi 80% tarkibi kalsiy bo'ladi. Shuning uchun bularga arpa beriladi. Misol uchun otlarga ham, uloq chopadigan otlarga ham arpa beriladi. Agar uloqchi otlarga ham bir hafta makkavon yoki bug'doy bersangiz, otlar kasal bo'ladi sirasi. Oyog'iga yem tushadi, otlarga ham yem tushadi oyog'iga. Arpadan tashqari narsa bersa. Arpa kalsiy bo'lgani uchun bu mollarning oyog'idan ko'p shikastlanadi. Shu sababli ularga arpa shox berish kerak. To'g'risi kuyibga kelish ham yaxshi bo'ladi ekan. Shunga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar yozib qo'yamiz, aloqaga chiqinglar. Hammaga katta rahmat.